Birini faqat tashqi ko'rinishi uchun yoqtirsang, bu nafsingdandir. Yaxshiligini yoqtirsang, bu maftun bo'lganingdandir. Boyligini yoqtirsang, bu manfaatingdandir. Seni yoqtirgani uchun yoqtirsang, bu hamdardligingdandir. Agarda uni aybi bilan yoqtirsang, qalbingga asoslangan jozibangdir. Aqlliligi va ilmi uchun yoqtirsang, bu hissiy bog'lanishdandir. Garchi u uzoqda bo'lsa ham yoqtirsang, qalbing bog'langanidandir. Agarda uni baxtini o'zingnikidan ustun qo'ysang, bu fidokorligingdandir. U bilan o'tgan kunlaringni yoqtirsang, tarixiy bog'liqlikdir. Ammo nega yoqtirishingni o'zing ham bilmasang, aynan mana shu haqiqiy oshiqligingdir.